Belgiya parlamentining Avam palatasida 11 dekabr kuni Xitoyda muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur ziyolisi İlham To'xtini 2024 yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlikka ko'rsatish tashabbusi o'tirg'a qo'yilgan. Mazkur tashabbus İlham To'xtining qizi Javvar İlham, Belgiya parlament a'zosi Samuel Kogolati, Berusil Hurriyet Universiteti Xitoy tadqiqot institutining professori Vanessa Framingoli va İlham To'xtini qo'llash guruhining mas'uli Anvarjon Apandi qatorliq shaxslar tarafidan o'tirg'a qo'yilgan. Dunyoning har qaysi joylaridan kelgan ministrlar, parlament a'zolari, universitet professorlarini o'z ichiga olgan 180 kishi İlham To'xtining 2024-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlikka ko'rsatilishini qo'llagan. Berusilda İlham To'xtining Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlikka ko'rsatilishini tashabbus qilish uchun ilm-fan xodimlari, parlament a'zolari va ommaviy jamiyatlar birlikda harakat qilgan. Amerikaning Xitoyda turishlik bosh elchisi Nikolas Bornis 10 dekabr Dunyo kishilik huquq kuni munosabati bilan bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarga davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarga qarshi turadiganligini bildirgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Dunyo kishilik huquq xitobnomasi e'lon qilganligining 75 yilligi munosabati bilan Amerikaning Bejingda turishlik elchixonasining to'g'rida e'lon qilingan bayonotida Amerika Qo'shma Shtatlari har qaysi davlatlar va xalqlar bilan birlikda Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarga qarshi turdi deyilgan. Amerika bilan Xitoy o'rtasida yaqinqi 10 yildan buyon yer shari o'zak bozorida hukmronlik qilish uchun iqtisodiy urush elib berayotgan bir paytda yangi krizis yuz bergan bo'lib, krizisning sababi Xitoydan import qilingan samsoq bo'lgan. Xitoyning asosli xaridorlaridan biri bo'lgan Amerika o'tgan yili Xitoydan 90 million kilogramm, yangi 70 million kilogramm quritilgan samsoq sotib olgan bo'lib, navbatda Amerikada Xitoy samsoqlariga qarshi harakat boshlangan. Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zosi Rex Scott Amerikada savdo ministrligiga sungan arz xatida Xitoy samsoqlarining davlat bexatarligi masalasi ekanligini ta'kidlab, hukumatning mahsulotlarni tekshirishni talab qilgan. Scott xatida ikki xil andishini ifodalagan bo'lib, uning birinchisi Xitoy samsoqlarining sog'lom bo'lmagan muhitda o'stirilishi ekan. Amerika Moliya ministri Janet Yellen Xitoy bilan bo'lgan munosabatning yaxshilanish alomatlari kishini ilhomlantirdi dedi. Yellen Volkochisi gezitining bosh ijroiya kengashi boshliqlar yig'inida so'z qilganda, biz Xitoy amaldorlari bilan qarorlik uchrashib turyapmiz dedi. Italiyaning muavin bosh ministri va tashqi ishlar ministri Antoni Tajani Xitoyning zamonaviy Ipak yo'li deb atalgan bir balvoq bir yo'l tashabbusidan ayrilgan bo'lsa-mu, o'zlarining bu davlat bilan bo'lgan kuchli savdo munosabatini saqlab qolishni xohlaydiganligini aytdi. Tajani Yeziglik birlashmasining qarorli qishliq yig'inida qilgan so'zida Italiyaning 12 oyning 5-ida Xitoyga bir balvoq bir yo'ldan ayrilish uchun yozgan rasmiy xati va ikki davlat munosabati haqida to'xtalgan.